2000-yilgacha O'zbekistonda 6000 ta kutubxona bo'lgan. Hozir 250 ta saqlanib qoldi. Ya'ni eng yomon holatimiz nima bilasizmi? Ota-onasi o'lgandan xursand bo'lyapti-da, kitoblarni qog'ozini tashlab yuradi. Ilmni xoqir. Ilmni xoqirib qanaqa qilib yuksash mumkin? Bo'lmaydi. Ilk kitobida yozib qo'ydi, xafa bo'lmanglar, bular juda kuchli gaplar. Bular osonlik bilan olmadi. Qog'ozning narxini oshganini tualet qog'ozdan bilgan insonlar o'ylayvering, ular qayeri bilan o'ylashadi. Nima millat kerak? Kitob sotib o'tiraman-da, qarang. Bir kuni 30 ming so'mlik kitob sotdim. 30 ming. Mana agar baklashga tersam ko'proq pul topaman. Vagonga chiqsam ko'proq pul topaman. Yonimda bir ayol o'tiradi. Safiroq. Gadoychilik qildi deb 1,5 million so'm pul topdi. Undan ham ko'proq. Yomon alam qildi-da. Nega bilasizmi? Degan buni ham keltirib bergan, hammasi kitoblarda yozilgan.